Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun 29-aprel. Soat 12 ga qarab ketyapti. Bugun mollarni cho'miltirdim. Shampunlab. Molxonani hid-hushi ham ancha ko'tarildi. Hech qanday hid kelgan yo'q hozir. No'xta holatlari. To'ru 2 ga olingan navoz. 14.2 ga. 13.8 ga olingan navoz. 13.5 ga olingan navoz. Taxminan kilolarni biladigan qo'sib akalarimiz, bozorchi akalarimiz bo'lsa yozib qoldirishlari mumkin. Do'stlar, oldingi videoni ko'rsalaring, 27-kuni kech payt 2 mahalliy ozuqani bir martada berganman. Ya'ni kech payt va ertalablikda bittada berganman. 27ni kech paytligini, 28 ertalabligini bitta qo'shib berganman. 12 kilo somon va 16,5 kilo adashmasam yem qo'shib berganman. Endi nima bo'ldi? U kechgacha tugatisholmadi uni. Kechda уже bir jomdan ortiqroqdan yemlari qoluvdi. Kech payt narsa bermadim. Ustiga ideal ko'rindan sepib berdim. Ertalabgacha o'shini yeyishdi. Ertalab ham ozgina oxirida bor edi. Nimaga yeyisholmadi? Ozgina hidi kelib qolyapti. Kunda issiqligi hisobiga. Shuning uchun bir mahalga bergan yaxshi. Yana bir mahalliy rejimga o'tdik. Ertalab bir, kech payt bir beriladi. 2 mahalliy rejimga o'tdik. Soat 9:30 da ertalabki ozuqasini berdim. Cho'miltirib bo'lgandan keyin qora ye bo'ldi, ko'rishlaring mumkin. Ozgina tayida qoldi. Oxirida o'rtadagida bor, semizda bor jicha. Qizilda ham ozgina bir yetmasa kerak. Endi kech paytli ozuqa berilmagan, bular ozgina och qolgan shekilli. Lekin baribir jicha hidi kelgan bo'lsa ham yemni yevordi. Agar kechgacha yevorsa, ideal ko'rimdan 1 kilodan tashlab beraman. O'shun bilan shomga yaqin qarayman kechkiligiga. O'z soat 12 ga qarab ketyapti bu yoq. Molxonada hech qanday hid yo'q. Bugun yuvilgani sababli molxona salqin. Suv ichishlari ancha o'zgardi. Ideal ko'rimda 2-qopiga o'tildi. Xuddi shunday holat 29-kunga. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvali bo'la, sog' bo'linglar.